Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yoshlar radio kanalida siz kutgan uchrashuv loyihasi, uning taqdimoti bilan men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Bugun 30-iyun respublikamizda Yoshlar kuni katta bayram sifatida nishonlanyapti. To'g'risi hayajondamiz, chunki kelajagimiz yoshlarniki. Bugun yoshlarning faoliyati, ularning olib borayotgan ishlari, ta'lim sohasidagi ularning muvaffaqiyatlarini eslashning o'zida bir hayajon, bir shukuh bor azizlar. Shuning uchun ham bugun dasturimizga yosh tadqiqotchimiz, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi San'atshunoslik institutining tadqiqotchisi Gulnozaxon Sharafovani taklif qildik. Gulnozaxon, bayram muborak. Rahmat opa, bugun mana shunday bir ajoyib kunda diydorlashni o'zi quvonchli. Sizga nasib qilgan ekan bugun shuncha yoshlarni ichida. Tabriklayman. Ilohim mana shu hozir yoshlarga berilayotgan e'tibor, imkoniyatlardan foydalanib o'zingiz kutmagan natijalarga erishing. Kutilgan natijalar bo'ladi va siz kutmagan o'sha yuksak cho'qqalarga erishishingizga biz muxlislarimiz nomidan tilakdoshmiz. Rahmat. Qarang, bugun mana juda ajoyib kun, yoshlar kuni. Yoshlar bilan mana prezidentimiz uchrashdilar. Uchrashuvda juda ham dolzarb bo'lgan vazifalar mana yoshlarga tushuntirildi. Baribir bularning eng birinchisi o'sha ta'lim sohasidagi o'sha ko'rsatkichlar haqida ular alohida to'xtaldilar. Mana siz ham mana hozir ta'lim sohasida mana erishayotgan yutuqlaringiz va oldingizga qo'ygan maqsadlar bizning mana shu bizni tinglab turayotgan ko'plab yoshlarimiz uchun ham o'rnak bo'ladi. Nimalar bilan bandsiz? Hozir shu tadqiqotni qaysi bosqichidasiz? Marhamat. Rahmat, bugungi taklifni o'zi ko'nglimni ko'tardi. Haqiqatdan ham mana ijtimoiy tarmoqlarda efir orqali yurtboshimizning yoshlar bilan uchrashuvini ko'rdik, kuzatdik va mamlakatdagi har bir yosh bu hayajonni, bu e'tiborni, bu g'amxo'rlikni bugun his etdi deb o'ylayman. Albatta. Fanlar akademiyasi tizimiga 2022-yilda axborot xizmati rahbari sifatida kelganman va aynan olimlar faoliyatini, ilm ahlini, ziyolilarni targ'ib etish, ular qilayotgan tadqiqotlarni keng ommaga ko'rsatish asnosida ilm eng xayrli yo'l ekanini inson uchun anglab yetdim va magistraturadan keyingi 10 yillik bosqich o'sha amaliyotga bevosita televideniyada, radioda, matbuot xizmatlarida ishlagan bo'lsam, mana shu amaliy jarayonlarni ilm bilan bog'lashim kerakligini angladim. Chunki qachonlardir ilm-fan ahliga havas bo'lgan davr aynan bugungi davr deb o'ylayman. Chunki yosh tadqiqotchilarga berilayotgan e'tibor, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash borasidagi islohotlar va har bitta tadqiqotchi o'zini mana shu mamlakatga daxldor ekanligini anglaydigan bir davrdamiz. Shu boisdan ham o'tgan 24-yilda ilk qadamimni qo'ydim fanga. Xayrli bo'lsin. Rahmat. San'atshunoslik instituti kino va televideniya bo'limiga hujjat topshirdim, chunki bu dargohda haqiqiy ilmiy maktablarni davom ettirayotgan ustozlar mavjud va bu ustozlar bilan birga ilmiy ish qilishingiz, televideniyani, kinoni tarixini, bugunini o'rganishingiz muhim ahamiyatga ega deb o'yladim va bekorga mana shu san'atshunoslik institutini tanlamaganimga bugun xursand bo'lyapman, chunki ustozim san'atshunoslik fanlari doktori, professor, taniqli kinoshunos Nigor opa Karimova bilan hujjatli kinoda madaniy meros ifodasi mavzusida ilmiy izlanishlarimni boshladim. Bugun dunyo miqyosida qanaqa hujjatli kino, o'zbek kinosida qay darajada taraqqiy etyapti, qayerda muammolarimiz bor, yutuqlarimiz bor, aynan mana shu jihatlarni ilmiy tadqiq etishni boshladik. Biz muxlislarimiz nomidan ham mana shu ilmiy ishingizda, izlanishlaringizda biz muvaffaqiyat tilaymiz. Mana bugun hayajonli kun bo'ldi dedim, chunki davlat boshi, davlatimiz o'sha bizni prezidentimiz yoshlarning eng faol vakillari bilan uchrashib, ular bilan jonli muloqot olib bordilar. Ular juda ham bugun menimcha hamma tinglovchilarimizga, yoshlarga mana shu ma'ruzalar, mana shu muloqotni
hali yana bir bor takror teleekranlarda namoyish etiladi. Menimcha bu har birimiz uchun kerak, har birimiz uchun. Yana mana shu so'zlarida juda ko'p yo'nalishlar bo'yicha fikrlarni eshitdik. Qarang, bir narsani aniq tushunib olish zarur. Bolani yomoni bo'lmaydi. Ularga kattalarning mehri, imkoniyatlarini namoyon qilish uchun sharoit, o'ziga ishonch bo'lishi uchun esa motivatsiya kerak deyapti. Qarangda, mana shu hozir aytyapsiz-ku, men televideniyada katta bo'ldim. Shu gap meni esimda qoldi. Yoki bo'lmasam, nima uchun siz madaniyat yo'nalishida Zulfiya mukofotini olgansiz deb so'raganimda ham meni bolaligim televideniyada o'tgan dedingiz. Aynan qarang, biz bolalarni o'sha kichik yoshidan ularning qobiliyatiga qarab yo'naltirsak, demak u o'zi ertaga kelajakda o'zini yo'lini topishda qiynalmaydi. To'g'rimi? Albatta. Chunki bilasizmi, har bir orzu havas, niyat bu bolalikdan boshlanadi. O'sha ilk efirlarga chiqqanim, hayajon, hayrat bo'lgani, ustoz jurnalistlarga havas qilganimiz bizni jurnalistikaga yetaklab keldi. Qarangki, o'sha amaliy jarayonlar 12 yoshimdan boshlangan bo'lsa, bugun mana 30 yoshdan oshib bu ilmiy tadqiqotlarga ulanib ketyapti. Aslida har bitta bolani bolaligidayoq qaysidir yo'nalishga qiziqishi bo'ladi va o'zgacha qobiliyati bo'ladi. Bunda ustozlarni, ota-onani o'rni katta deb o'ylayman. Bizni oilamizda ijodkorlar yo'q, lekin ota-onam o'sha televideniyaga bo'lgan qiziqishimni, sahnaga bo'lgan muhabbatimni ko'rib, mana shu sohaga kirib kelishimga qarshilik qilishmagan, qo'llab-quvvatlashgan, kerak joyda yordam berishgan va bu narsa bugungi kunda turmushga chiqqanimdan so'ng ham o'z oilamda o'sha oyijonim, dadajonim, turmush o'rtog'im, farzandlarimni qo'llab-quvvatlashda davom etyapti. Ya'ni bolalikda tushunilgan, ayniqsa qizlarga nisbatan-da tushunilgan, qo'llab-quvvatlanilgan qizlar umr davomida mana shunday e'tiborda bo'lar ekan. Ya'ni ota-onani qiz farzandga bo'lgan muhabbati, qo'llab-quvvatlash, uni iste'dodini, ilmini rag'batlantirishi muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Mana olimlar bilan ishladik. Har bitta olim, u sharqshunos bo'ladimi, u kimyogar bo'ladimi, fizik bo'ladimi, har bittasini bugungi yutuqlar o'sha bolalikdagi qiziqishlardan boshlangan. Va muxlislarimizga ham yana bir bor eslataman. Azizlar, bu siz kutgan uchrashuv loyihasi Yoshlar radio kanalining to'lqinlarida efirga uzatilyapti va muloqotimiz jonli. Bugungi mehmonimiz Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti tadqiqotchisi, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi, tadqiqotchi, bugun kino, televideniya yo'nalishida izlanishlar olib borayotgan Gulnozaxon Sharafova bo'lyaptilar. Xohlasangiz ilmiy yo'nalishda, xohlasangiz o'zlarini yaxshi ko'rgan madaniyat yo'nalishida ham bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Gulnozaxon, ilmni quduq qazish bilan teng deymizda. Chindan ham quduq qazish. Bir bet narsani yozish, o'sha ilmiy tilda, chunki yozish va bugungi vaqtni amaliyotga tatbiq etish, yana talablarga javob beradigan darajada yozish o'zi juda katta ilm. O'zi ilmiy ishni yozishni o'zi ilmda, bilishdan tashqari. Qayerda qiyinchiliklar sizga duch kelyapsiz yoki anchadan beri o'rganayotgandingizmi yoki mana yaqinda kirdim dedingiz, to'g'rimi? Yurtboshimiz Fanlar akademiyasining 80 yilligida olimlarga tabrik yo'lladilar va aynan mana shu tabrikdagi bitta so'z meni juda o'ziga tortgan. Mahmud Qoshg'ariyning fikrlarini. Olimning yostig'i toshdandir. Bu, bilasizmi, qanaqadir qalbimga mana shu so'zlar o'rnashib qoldi-da. Haqiqatdan mana hali yarim yil bo'ldi tadqiqotchi sifatida faoliyatimni boshlaganimga. Bilasizmi, olim inson, tadqiqotchi inson tunu kun bedor bo'lar ekansiz. Bitta ilmiy maqolani boshladingizmi, o'sha adabiyotlarni ko'rib, qaysidir bitta ilmiy yangilikni topdim deganingizda boshqa bir adabiyot uni umuman inkor etib qo'yadi. Yana o'rganish, xorijiy adabiyotlarga murojaat qilasiz, tarixga murojaat qilasiz, bugungi tarixiy hujjatlarni o'rganasiz va mana shu jarayonda inson shakllanarkan, o'sarkan. Mana hozir o'sha tadqiqotlarga ham har xil fikrlar bo'ladi-da.
har bitta tadqiqotchi o'zi tadqiqot qilyaptimi, u qanaqa darajada amaliyotga tatbiq etyapti, yosh olimlar mamlakatga nima beryapti degan savollar bo'ladida. Aynan mana shu ilmiy darajani olish har xil yo'sinda bo'lishi mumkin, ammo men bitta narsani aniq tushunaman: biz bitta ilmiy darajaga, akademik ilmiy darajaga ko'tarilganimizda salohiyat, dunyoqarash, odob axloq har bitta jihatdan bir pog'ona o'sishimiz kerak. Bu esa bizni har bitta daqiqamizdan unumli foydalanishga, o'sha hatto uyqu vaqtlaringiz ham chegaralanib qolarkan, bu majbur bo'larkansiz bu narsaga. Mana shunday zahmatlar evaziga siz bir ilmiy yangilikni, bitta tadqiqotni keng jamoatchilik hukmiga havola etish imkoniga ega bo'larkansiz. Men Fanlar akademiyasini tizimidagi ilmiy tadqiqot institutlarini alohida e'tirof etaman. Ana shu salkam bir asrlik ilmiy maktablar mujassam har bitta ilmiy tadqiqot institutimizda ustoz shogird an'analari mavjud. Sen qaysi ilmiy maktabdan chiqayotganingni, orqangda qanday akademiklar, qanday ustozlar turganini unutmasliging muhimligini anglatadi. Va mana shu akademiya tizimidagi mana hozir har oy, har hafta ilmiy kengashlarda ishtirok etamiz. Himoyalarga o'z-o'zidan chiqa olmaysiz. Ustozlarni talabi, oldimizga qo'ygan mas'uliyati juda ham katta. Va bu tinimsiz izlanishni, o'rganishni talab etar ekan. Bu mavzuda shu paytgacha ham boshqa tadqiqotlar bo'lganmi? Bu ilmiy yangiligi nimadan iborat bu mavzu? Hujjatli kino o'rganilgan, albatta, o'sha ma'lum bir rejissyorlik jihatdan, operatorlik jihatidan, ammo madaniy meros ifodasi nimaga aynan mana shu mavzuni oldim? Chunki bizda 90-yilga qadar ham 34-yilda o'sha Xronikal kinostudiya sifatida hujjatli kinolar tashkil topgan bo'lsa, 60-yillarga qadar ham, undan keyin ham olingan hujjatli kinolarimizda milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz, ajdodlarimizni o'sha biografik faoliyatlarga bag'ishlangan hujjatli kinolar juda ko'p. Albatta, ularni maqtashga arziguligi ham bor, tanqidiy ruhda qaraydiganlarimiz ham bor. Va aynan mana shu oxirgi 4-5 yillikda ham mana 100 yillik tarix deyapmiz yoki jadidlarimizga alohida urg'u berilyapti. To'g'ri. Har bittasini o'sha hujjatli kinoda qanaqa ifoda etilganini ko'rishimiz muhim. Chunki hujjatli kino bugunni boricha aynan asoslar, faktlar bilan ko'rsatadigan kino janri. Bu masalan badiiy kinoda, mualliflik yoki bolalar kinosida bu narsalarni to'liq ko'rmasligimiz mumkin, chunki bularda bo'rttirish, badiiy asarga qanaqadir ifodalar berish mavjud. Lekin hujjatli kino bu tarixni aniq ifodalaydigan, qaysidir ma'noda jurnalistikaga ham yaqinroq. Chunki biz faktlar bilan, dalillar bilan, aniqlik bilan ishlaymiz. Hujjatli kinoda ham mana shu ifodalar mavjud. Meni magistraturadagi ilmiy rahbarim taniqli kinoshunos Hamidulla Akbarov bo'lganlar, bakalavr Shohida Eshonboboyeva, aynan kinoshunoslar bilan ishlaganman. Shu bois men har doim kinoga qiziqish mavjud bo'lgan va o'sha uchun ham kino, ham jurnalistikani ifodasini bera olish uchun ham hujjatli kinoni tanladim. Siz ixtisoslashib kelayotgan ekansiz bu mavzuga anchadan beri tayyorlanib, iloyim hammasi natijalari yaxshi bo'lsin. Bizda muxlislarimiz bor ekan, keling ularni ulaymiz. Assalomu alaykum. Radioni pasaytirasiz, ovozini. Marhamat, tanishamiz. Va alaykum assalom. Marhamat. Fikrdoshlar, men bugun eng birinchi mana shu yoshlar kuni bilan mana sizga butun O'zbekiston yoshlarini tabriklab, ham o'z fikrim, ham mulohazalarim bor edi. Mana qizimiz juda ham mana 30 yoshda, qarang endi mustaqillik yilining avlodlari deb bilaman. O'sha ayniqsa men buni tarixiy filmlarda, o'sha kronikal filmlar bo'yicha ishlash jarayonini, o'zini hayotini, ota-onasini rahmat deyman, birinchi o'sha qonida bo'lgan avlodlarni haqiqiy hayotini ko'rsatib berish bo'yicha ilmiy ishlar qilayotgan ekan. Men juda bundan xursandman. Mana 80-yillarda men Sheroboddan ham yo'ldosh bo'laman, tanishtirsam. O'sha ayollar to'g'risida, mana ayollar, yoshlar to'g'risida kronikal filmlar olgan. O'sha filmlar arxivda saqlanmayaptimikin? O'sha filmlarni hozirgi ayollarimiz, qizlarimizga naqadar
1000% o'zgarib ketdi hayoti. O'shalar bor bo'lsa, o'sha yaratilgan buyuk rejissyorlar olgan. Masalan, bittasini ismini aytishim mumkin. Chinnihoba 99 dugonasi, yana o'sha cho'l zonalari haqida, ayollar haqida, tarixiy shaxslar haqida olingan. Shu filmlarni ham arxivda bo'lsa qayta ishlab, o'shalarning hayotini ayrimlar tirik tursa bo'larmikan? Keyin mana shu qizimizga ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Avvalo mana shu avlodida bo'lgan mana shu filmlar hayotni kechagi film, ertangi kelajak bu. Mana 50 yil, 60 yil olingan filmlar ham hozir bugungi mavzuni yoritib turibdi-da. E'tibor uchun rahmat. Kelajagi bo'lsinlar. Salomat bo'ling. Bizni muxlislarimiz qarang, zukkoliklarni. Rahmat. Bilasizmi, olis Surxondan turib mana shunday savol yo'llashlarini, e'tibor berishlarini o'zi katta bir yutuq va bularga rahmat aytaman. Bugun Xronika o'sha hujjatli kinolar studiyasida filmlarni ko'ryapmiz. 50-chi, 60-chi, 70-chi, 80-chi yillar barcha filmlar, ayniqsa hujjatli kinolarda saqlanib qolingan. Bekorga yuqorida aytmadim, hujjatli kino bu tarix, chin ma'nodagi tarix. Va imkon doirasida o'rganishga harakat qilyapmiz. Masalan, O'zbekistonimizga keling, Paranji, 13 qaldirg'och, Bobo singari filmlar 70-chi yillardayoq nufuzli mukofotlar, xalqaro mukofotlarni olgan hujjatli kinolarimiz bor ekan. Ana mana shularni o'rganish asnosida haqiqatdan ham o'sha 70-chi, 80-chi, 90-chi yillarni boshida ham soflik, samimiyat, mana ayollarga urg'u berdilar. Tabiiy bir go'zal ayollarimiz ifodasini ko'rasiz. Atlaslarda, do'ppilarda yurgan qizlarimiz hayotiy ifodalarini ko'rib, samimiy kadrlar saqlanib qolganiga guvoh bo'lyapmiz. Biz yaqinda O'zbekiston tarixi telekanalida Kino afsonalari nomli yangi loyiha boshladik. Birinchi soni ovozsiz kinolar tarixiga Mana hozir sizga shu haqda savol bermoqchi edim. Ustozim Nigora Karimovaning ilmiy tadqiqotlari aynan mana shu ovozsiz kinolarga bag'ishlangan. Ustozimiz boshchiligida boshladik va bu turkum ko'rsatuvlar qilish niyatidamiz. Kinoni barcha janrlar, aynan hujjatli kino tarixida ham o'sha 50-chi, 60-chi, 70-chi yillar to bugunga qadar bo'lgan davr, bu davrda qanday buyuk shaxslar ishlagani, hujjatli kinoda ham, kinoni barcha janrlarda qanday buyuk aktyor, aktrisalarimiz bo'lgani. Aynan mana 25-yil o'zbek kinosiga 100 yil bo'ldi. 4-iyun sanasida ilk kino namoyishlar bo'lganligi 100 yillik tarixni xalqimizga, keng jamoatchilikka ilmiy tadqiqotlarimizni ilmiy ommaviy tarzda yetkazish uchun yangi bir loyihani boshladik. Kuzatib borsalar, albatta mana shu 80-chi yillar, 90-chi yillardagi filmlardan ham kadrlar berib, ularni tarixi bilan tanishtirib boramiz. Salomat bo'ling. Mana shu hozir siz tilga olgan hujjatli filmlar lentalarda saqlanganmi hozir? Qanday ko'rinishda yoki ularni ham hozir raqamlashtirish ishlari ham boshlangan. Ayrim qismlar raqamlashtirilgan, lekin ayrim qismlari lentalarda. O'sha uchun ham bugun tadqiqot muhim. Chunki hamma ham arxivga tushib, Xronikada o'tirib bu kinolarni ko'rish imkoniyatiga ega emas. Ilmni zahmati nimada? O'sha arxivda, kutubxonalarda chang yutib, arxivlarda yana chang yutib, uni his etib, og'rig'ini yo'q quvonchini qalbingizdan ko'rib, tarixni bugunni tarixga ko'chirib o'rganish natijasida o'sha ilmiy yangiliklar maydonga keladi deb o'ylayman. Salomat bo'ling. Yana bir muxlisimiz bor ekanlar. Eshitamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rbek, yaxshimisiz? Sizga ham xayrli kun. Salomat bo'ling. Ovozingizdan tanidim. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum deyman. Assalomu alaykum. Qiziq qoldim. Birinchi e'tirof etishim kerak, to'g'ri aytdingiz. Hurmatli Kolonkani sal balandroq qiling. Qayta nima qilaman? Hujjatli film bu bo'rttirishsiz, mana bu nima desam ekan, badiiy filmlardan farqli tarafi bor narsani nomi bilan hujjatni ko'rsatadi. Bu bir. Ikkinchidan shundan kelib chiqib, hurmatli mehmon, bir ikkita savol paydo bo'ldi. Mana shu ilmiy tadqiqotingiz mana shu hujjatli filmlarga bag'ishlangan ekan. Yana bitta e'tirof hozir xayolimga keldi. Nima desam ekan, aynan shu ilm tarafidan nazar tashlaydigan sohani tanlagan ekansiz. Hurmatli u ham.
Endi birinchi savolim quyidagidan iborat, hurmatli mehmon. Mana bu o'zimizdagi hujjatli filmlarni dastlabki davrdan boshlab hozir kungacha evolyutsiyasiga, rivojlanishiga e'tibor berdingizmi demoqchiman. Va xulosalaringiz. Nima qanaqa nima desam ekan, farq beradi, rivojlanish yo'li evolyutsiya desam tushunsangiz kerak. Mana shu narsaga va qanaqa xulosaga keldingiz? Farqi nima demoqchiman. Dastlabki paydo bo'lgan kunlardan hozirgi kunlarga hujjatli filmlar orasida. Bu birinchi savolim. Tak, ikkinchi savolim, ilmiy ishingiz, mana bu hujjatli filmlarga bag'ishlagan ekansiz, meni juda qiziqtirib qoldi. Ilmiy ishingizni natijasi, maqsadi nimadan iborat demoqchiman. Mana shu tadqiqotingiz natijasi bilan tahlil qilib, nimani ko'rsatmoqchisiz va nimani qanaqa yangi ma'lumotni, tahlilni xalqqa bermoqchisiz degan nimagadir shu ikkita savol paydo bo'ldi. Rahmat, bayramlaringiz bilan. Zulfiya opa, yana bir bora minnatdorman. Salomat bo'ling. Rahmat savollar uchun. Juda ham yaxshi savollar berdilar, marhamat. Rahmat savollar uchun. Albatta har bir tadqiqotchi o'z tadqiqoti, mana menga ham hali ko'p bo'lmadi, yarim yil bo'lgan bo'lsa ham ilk tadqiqot ishimni aynan mana shu tarixiy jarayonlarni o'rganishga kirishasiz. Chunki sizgacha bo'lgan tadqiqotlar, dunyoda bu borada qanaqa tadqiqotlar qilingan, haqiqatdan ham aynan barcha kino janrlar rivojlanish tendensiyalari kabi hujjatli kinoni ham o'z rivojlanish davri bor. O'sha 30-yillarda boshlangan bo'lsa, 40-yillarga qadar bu kinojurnal, o'sha kinolarni yig'ma saqlaydigan bir fondday bo'lgan. Keyinchalik 40-yillarda shu urush davrlarida bevosita bu haqiqiy urushni muhitini, davrini, urushni og'riqlarini ifoda etadigan, boricha ko'rsatadigan filmlar vujudga kelgan. 60-70-yillarda esa kuzatadigan bo'lsak, bevosita xalqni, millatni o'ziga xos jihatlari, o'sha davrni ijtimoiy, siyosiy vaziyatlari va qaysidir ma'noda kino targ'ibot vazifasini ham bajaradi. Har qanday kino janri hujjatli kinoda ham o'sha Sovet ittifoqini targ'ib etadigan hujjatli kinolar vujudga kelganini ko'ramiz. 90-yillardan 96-yilga qadar biroz to'xtalishlar bo'lgan, ya'ni kamaygan. Hujjatli kinolar olish kamayganini guvohi bo'lamiz. Badiiy filmlarga ko'proq urg'u berilgan. 96-yildan keyin esa yana shiddat bilan hujjatli kinolar olish, o'sha ajdodlarimiz tarixiy o'zligimizni anglash boshlanganini, umuman hujjatli kinoni o'rganar ekansiz, tarixni ichiga kirib borasizda, mamlakatni masalan o'sha 80-yillarda qanaqa, 90-yillarda qanaqa ijtimoiy muhit, odamlarni qarashi, mafkura qanaqa bo'lgan, bu sizni bevosita mana shu davr bilan ham bog'lab qo'yar ekanda. Odamlarning dunyoqarashi qanaqa bo'lgan, barchasini anglab yetar ekansiz. Aynan mana shu xronologiyasini o'rganib kelyapman va meni asosiy tadqiqot obyektim o'sha madaniy meros bo'lgani uchun ham so'nggi 10 yillikdagi filmlarni tahlil etishga harakat qilmoqdaman. Chunki haqiqatdan ham o'sha madaniy merosimizga urg'u, e'tibor, ahamiyat berish, tarixni boricha ko'rsatadigan hujjatli filmlar ko'paydi. Mana o'tgan 2024-yilda ham biz bevosita tadqiqotchi sifatida o'sha Milliy kino san'at saroyimizda 40 dan ortiq olingan hujjatli kinolarni asosiy qismlarini ko'rib chiqdik, o'rgandik. Mana birgina ustalar turkumida kino ustalarimizga oid o'sha Nabi G'aniyev, Shuhrat Abbosov, Lutfxonim Sarimsoqovalarga bag'ishlangan hujjatli kinolarni ko'rdik. Aslida bularni har bittasi katta tadqiqotga, katta izlanishga sabab bo'ladigan obyektlar deb o'ylayman. Umuman hujjatli kinoni o'rganish juda qiziqarli jarayon. Demak, hujjatli kinolarimizdan bir nechta janrlarga bo'linadi. Mana hozir aytayotgan davrlar va janrlar. Mana aynan mana shu hozir rejissyorlarni, ulug' ijodkorlarning nomlarini sanadingiz. Ular mana publisistikada ocherk deyiladi-da. Demak, bu ham menimcha kino ocherk bo'lsa kerak. Nima uchun aynan madaniy meros deb tanlab olganim, bundoq kuzatsangiz, o'zbek hujjatli kinosida rejissyorlarimiz, ijodkorlarimizni eng sevimli va eng ko'p murojaat qiladigani bu madaniy meros uslubidagi filmlar.
chunki mana Samarqand, Buxoro, Xivani o'ziga bag'ishlangan qator filmlarimiz bor. Novvoylar, hunarmandchiligimizni turli xil yo'nalishlari va mana hozir aytilib, mana tadqiqot qilish jarayoningizda nimalarga urg'u beryapsiz? Bugun qaysidir ma'noda hujjatli kinoning ayrim bir jihatlari kinodan uzoqlashib, ko'rsatuv darajasiga tushib qolgan hujjatli kinolarni ham ko'ryapmiz. Vaholanki o'sha katta davlat mablag'lari ajratilgan, juda katta komandalar ishlagan, lekin uni beradigan mohiyati bitta ko'rsatuv darajasida. O'sha uchun ham hujjatli kinoni yuki, mas'uliyatini anglab, yutuqlarni ham, kamchiliklarni ham o'rganishimiz kerak deb o'ylayman va bu kelgusida o'sha bizning tadqiqotimiz aynan mana shu kino jurnalistika, kinoni turli xil bir yo'nalishlarda o'qiyotgan yoshlar uchun ham dasturamal bo'lishi kerak. Chunki har bitta mana hali endi boshladim, bu 3 yil davomida o'rganilamiz. Bu yuqorida aytganimdek, qaysidir boshlagan ilmiy yangiligingizni qaysidir bir o'rganganlaringiz bilan inkor etasiz, o'zingiz ichingizda kurashlar kechadi. Hali juda ko'p o'zgarish bo'ladi. O'zgarishlar, ishlashlar bo'ladi deb o'ylayman. Yagona maqsadim aynan mana shu hujjatli kinoni tarix va bugunini o'rganish. Yaxshi, qarang, vaqt bizdan so'ramasdan chopqillab ketyapti, lekin hali savollarimiz ko'p. Muxlislarimizga ham murojaat qilishimiz mumkin. Birgina muxlisimizni savollarini qabul qilishimiz mumkin. 15:48. Bilasizmi, kino bor, hujjatli film. Lekin badiiy filmni biz o'ylaymiz, ko'radiganlari juda ham ko'p. Albatta. Lekin hujjatli film, ayniqsa ustozingiz ovozsiz hujjatli filmlar, ovozsiz kinolar, ovozsiz kinolar haqida ilmiy ish olib boryapti dedingiz. Shu narsa meni juda qiziqtiradi. Menga ba'zan borki, shunchalik kadrlar ta'sirchan chiqadiki, unga ovoz ham xalaqit beradida. O'shalarni shunaqa mazza qilib ko'raman. Menimcha menga o'xshagan muxlislar ham juda ko'p bo'lsa kerak, tomoshabinlar deb o'ylayman. Bu ko'proq o'sha xorijda ko'proq ovozsiz anaqa kinolar chiqariladimi yoki O'zbekistonda ham ko'pmi hozir? Bilasizmi, umuman ovozsiz kinolar ovozli kinoga qadar bo'lgan davr. Ya'ni u paytlarda ovozli kinolar berish imkoniyati, texnik jihatdan imkoniyatlar mavjud bo'lmagan va bitta yutuqli tomonimiz Markaziy Osiyoda faqat O'zbekistondagina ovozsiz kinolar olingan va bu tarixda saqlanib qolingan. Va bu qaysidir ma'noda o'zbek kinosini yutug'i deb o'ylayman, chunki Markaziy Osiyoning biror bir davlatida ovozsiz kinogacha bo'lgan davr saqlanib qolmagan kinolari mavjud emas. Demak, o'zbek kino ijodkorlari dunyo kino ijodkorlari bilan bir davrda harakat, izlanish olib borgan, filmlar olgan va bu filmlarni bugungacha saqlanib qolinganini o'zi katta tarix va katta madaniy merosimiz deb o'ylayman. Juda ham qiziqarli mavzuda hozir tadqiqot olib borayotgan ekansiz. Menimcha yana bir soat siz bilan muloqot qilishga to'g'ri keladi. Shunda ham bu mavzuni oxirigacha biz o'rganib bo'lmaymiz. Qiziq narsa, juda ham qiziq soha. Bizda yana bir muxlisimiz bor ekanlar. Keling, ularni ham eshitamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi bayram yoshlarimizga hammaga muborak bo'lsin deb Qarshi Abdumandan aytyapman. Juda ham yaxshi. Marhamat, savolingiz. Mehmonimiz Gulnozaxonga shunday savol bermoqchi edim. Mana hozirda juda ko'p filmlar ishlayotgan ekansiz. Shu filmlarni mana yoshlarimizga yetkazish maqsadida qanaqa ishlar olib borasiz? O'sha oliy o'quv yurtlaridami, boshqa joylardami? Qanaqa bir rejalar tuzgansiz? Shu haqida so'ramoqchi edim. Hammalaringiz bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Juda chiroyli mavzu bo'lyapti. Katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Savolingiz uchun alohida rahmat. Mana o'tgan yili dekabr oyida O'zbekiston kinematografiya agentligi Milliy kino san'at saroyi bilan hamkorlikda bir oy davomida 25-yilda olingan badiiy filmlar, tarixiy filmlar, hujjatli filmlar, animatsion filmlar namoyishi tekin tarzda bo'ldi. Albatta buni PR-ni ko'proq qilish kerak deb o'ylayman, chunki zallar ko'p holatda to'lmagan holatlarni ko'rdik. Kerak bo'lsa o'sha oliy ta'lim bilan hamkorlik bir memorandumlarni imzolash kerak va
oliy ta'limdagi kerak bo'lsa maktab o'quvchilarini mana shu filmlarni ko'rishga chorlab qolish kerak deb o'ylayman. Chunki birgina Bahodir Yalangto'sh filmini ko'rish asnosida butun bir boshli tarixni anglaysizda. O'sha montajning eng so'nggi uslublaridan foydalanilgan, tarixiy shaxslarimiz juda chiroyli tarzda ifoda etilgan. Bugun mana shunday tarixiy filmlarga ehtiyojimiz kattaligini angladik va ko'pgina yoshlar o'sha filmdan keyin biz Registonni Amir Temur qurgan deb o'ylardik, lekin buni ilk ishlari Bahodir Yalangto'sh davrida boshlangan ekan deb o'sha tarixiy jarayonlarni ham anglab boshlashdida. Biz tarixni yoki bo'lmasa qanaqadir merosimizni anglatish uchun ham mana shu ishlar targ'ibotini yana ham kuchaytirishimiz kerak va biz kinoshunoslar ham bunga daxldormiz deb o'ylayman. Albatta, mana shu xayrli ishlaringizda sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Chunki hozir aytyapsiz, bitta talaba uchun, bitta yosh uchun bitta kitobni o'qish qancha vaqt ketadi, lekin albatta kitobni qo'lga olib o'qish kerak. Lekin shu o'qiganlarini yana o'sha hujjatli kinolarda xotiralariga muhrlasa yoki bilmaganini bilib olsa, bu juda katta o'sha topilma bo'ladi. To'g'rimi? Albatta. Ming afsus, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi, lekin Gulnozaxon, siz bilan yana mana shu yoshlarning fayzli studiyasida o'sha tadqiqotlaringizni biz natijasini biz muxlislarimizga yetkazib turishga va'da beramiz. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Aziz muxlislar, shuning bilan siz kutgan uchrashuv loyihasiga yakun yasaymiz. Yoshlar radio kanalini kuzatib boring. Bizni tinglab turgan barcha yosh yigit-qizlarga bugungi bayram muborak bo'lsin. Rahmat, ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Gulnoza